Azizlar, ko'z o'ynak taqishdan charchadingizmi? Samarqandda shunaqa ko'z klinikasi borki, ko'zingiz xilaligini 8 soniya ichida davolaydi. Hozir shu joyni sizlarga ko'rsatamiz. Bu klinika Choriqul Shaymadov Gavhar ko'z klinikasi bo'lib, dastlab 2005-yilda Xatirchida o'z ish faoliyatini boshlagan va shahrimizda 2018-yildan boshlab ikkinchi filial sifatida ish faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Hozirgi kunga qadar 75 mingdan ortiq turli xil ko'z kasalliklari bor bemorlarga shifo topishida yordam berib kelmoqda. Do'stlar, hozir biz klinikaning oftalmolog shifokori Oybek Oripovdan klinika haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizni klinikamizda hamma ko'z kasalliklari davolanadi va eng zamonaviy ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. Bizni klinikamizda lazerli korreksiya, katarakta fakka emulsifikatsiyasi, glaukoma mikroinvaziv operatsiyalari, pterogimektomiya va boshqa ko'z kasalliklari ilg'or davolanib kelinmoqda. Va buni natijasida juda ko'p bemorlarimiz hayotni juda ham yorqin ko'rish baxtiga muyassar bo'lmoqdalar. Do'stlar, bu klinikada O'zbekistonda yagona bo'lgan Vizumax 800 apparati bor va bundan tashqari bu yerda dunyo tan olgan barcha lazer apparatlari mavjud. Do'stlar, aynan mana shu apparat ko'zingizda minus bo'ladimi, plus bo'ladimi 8 soniya ichida og'riqsiz bartaraf qilib beradi va siz bu orqali 100% lik ko'rish natijasiga erishasiz. Azizlar, ko'zingizni davolatish uchun boshqa viloyatlarga borishingiz shart emas, chunki bu yerda barcha yoshdagi bemorlar uchun sharoitlar yaratilgan va barcha zamonaviy apparatlar mavjud. Manzil Samarqand shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi 3-uy, Mo'ljal viloyat hokimligi chorrahasi Aloqa bankning to'g'risida joylashgan. Batafsil ma'lumot uchun raqamlarni qoldirganmiz, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.